Kız balası bor. Bularmi 8 yoshdan 18 yoshgacha qizi bor ota-onalar. Bularmi onalar. Bugungi filmni cho'qim ko'ring. Bo'lmasa yana tatib qolasiz. Bugun bizning jamiyatimizda, bizning tuqqanlar orasida haqiqiy bo'lgan bir voqea to'g'risida so'zlab berman. Kasallik bu to'g'risida so'zlamaymiz. Eng avval ajim uchun yurak belgisini besib o'tishni tuqqaman. Yana mana ikki tuqqan tutgan bizga sinov tutgan bir qizchaq. Hamda bizning bu tuqqanniki sal yeshi cho'ngib qolganda tug'ilgan qiz bola. Bundan keyin bu tuqqanning ikki o'g'li bor, xizmatga chiqib bo'lgan. Birisi yeshi cho'ngib qolgandan keyin tug'ilgan. Yana birisi ikki o'g'li bor, bir ta qizim deb aytib Yana birisi ikki o'g'ilning xizmati bor. Muqimmash bo'lgan sababdan bu singlimizni haddidan ziyoda erki cho'ng qilib qo'ygan. Yana uy yezida, shu yezda turishligimni asosan tamoqqa sirtdim. Ya do'konning biramidlari, ya sirtning tamoqlari yoki xanba, bolka, bu do'konning lozimlari, do'konning rangli kichimliklari. Har kunligi kam deganda 30 ko'y bo'lmasa 50 ko'y pul xarjatgan. Bak aytib olganlikdan do'konning naslini ham yap. Do'konning shu lozimlari, rangli kichimliklari, do'konning bolkalari, xanba, to'q go'shtirgandek mushundoq naslini yeb cho'ng bo'lgan bo'lar. Şunun bilan bu qizchaq bo'ldi 13 yosh vaqtida tuyuqsiz puti qizil binasi ketganga. Mana darhol yo'llagandan keyin, "Voy darhol doktorxonaga olib borma. Sal yaxshi mas'ala qilib tur" degandan keyin bizning ashyaga ma'lum bo'lib qolganda bu yerda trikisilar deb buning dorisi xizmatini yo'qsab qo'ygan. Yo'qsab qo'ygandan keyin buni yapgandan keyin yaxshilanmay, aksincha ig'ilishib qolgan. Ma'lum demabdi. 3-4 kun bo'lgandan keyin gapirdi bolam, manda bo'libdi. Texme qilishib ketdi. Voy bu xato, bu diagnoz xato bo'lib qoldi. Darhol Xotanga kelgandan keyin Xotan viloyat doktorxonasiga diagnoz qo'yib, bu bolaninki böbrek zaiflashgan, yana böbrek chaqsa deb diagnoz qo'ygan. Oddiylar tushundik, bak murakkab kasal bu. Bu nurg'un turga olibdi. Shundan muddat diagnoz qo'ygandan keyin böbrekdan go'sht yeb tekshirish qilmasak bo'lmaydi degandan keyin bular bolani olib Urumchiga chiqib tekshirib chiqib mishada bir oy yaqin davolash qildi. Mushu jarayonda butun chatning o'quv dorilar qimmat bo'shu ochiq kimitgan o'qildirib ishlatildi. Bu yerda u davolashning chiqimi sirtida nurg'un tamoq ketdi, kira ketdi. Bir yezidagi dehqonga nisbatan. Buni men so'zimsam o'zimning kallasi ayon. Bundan keyin eng yomon yeri mushu böbrek zaiflashish, balki mushu kasalning dardini tatgan qarindoshlar bo'lishi mumkin. Buni davolatib ekigandan keyin bu bir qadam davolatganga saqitgan kasal emas. Bu balki umringizning oxirigacha siz bilan birga hamroh bo'lishi mumkin. Yana bir muhim masala shu vaqtdan mush yil yozgacha bu bolani talog'i chiqmay uyda yetib tartibini qoch tutibsiz. Oq hatto piyoz kunjut samagan kokchi yeydi. Tuzmi qo'ymagan shifan ichdi, oq qaynoq ichdi. Mush ichi boqsiz, uningdan bilak hech nima bilmaysiz degan. Go'sht tuxumni asla sakototni bilmaysiz deb mushunda yenib pishirdik. Mush bo'yicha bu bolani 3-4 oy oila kutinish qilgandan keyin bu bolaniki bak maktabga chiqqisi kelib ketib maktab chiqib bir kun o'qigan. Yana tuyuqsiz parchaqlar qizib ishib ketgan. Yana jiddiy Xotamag'ay doktorxonaga kelib bu yerda davolash qildi. Bu yerda doktorlar tillab ketdi. Bola lozim emasmi sizga? Bu deb. Shunda bo'lgandan keyin endi bulanmabdi bu bola deb shunda davolash qildi. Uyga olib borib yana shu bo'yicha hech nima bilmaylik. Midilmay yotibdi. Mush bo'yicha damalib mush tamoq yeb qilgandan keyin bir tal donasi 16 kunlik 700 ko'ylab dorini yeydi. Üzmü yeysiz degan gap. Onun üstüne başka doğruları var. En kıymetli doğrusu muş. Şu doğruyu da biz miyan alaqlaşıp, azan kalabalık kanalatda aynı dişip, pişkirdim, ekilip müydü qıpaydık. Aynı boğandan keyin bu doğruyu yap qıldı, onundaki vilayet ambulatorda bir ay yakın balınsı yaptı, bu yerin tibabetin doğrusunu yap davalaş qılıp, hazır xil yaman emas yaxşı. Yana mektepte bazı var, bazı yok muşda okup durvatdı. Azraq eğer emge qıp qalsa, bakilaqı yügrep qalsa, ya azraq soğaq nəsini yap qalsa, yeni kesel qozgulu var. To'liq saqayg'im yo'q. Endi bu qanday kelib chiqqan, bu kasal qanday kasal deganda, böbrek zaiflash deganga hammamiz bilamiz, cho'ngning kichik. Böbrek degan so'g'aqni yoqtirmaydi. So'g'aqni ko'p qilganlikdan, axlat yemakni ko'p yeganlikdan böbrek zaiflashib, böbrek qonni tozlayolmay, suylik badanga tarab ketib, qon tumu tusulab, zaxmlanib, shundan badanga tepib, badandagi qizil binasini kelib chiqargan. Bundan keyin suylikning oqsilmay ketdi. 13 yoshli qiz bolaning suylikning oqsilmay ketdi. Aqsil degan badanga zur bo'lgan 8 cho'ng ilminatniki birinchi qator turgan badanimizga quvvat deb tushunsak butur. Bu mengib ketgandan keyin bola qonsizlik tutdi. Aqsil kamlikdan bo'lgan qon ozlik. Umum badan ojizlaydi. Har oqirib ketdi bu bolaniki. Ashunda davolash qildik. Xafalikni o'zimga tortdi, uydagilarni bektortdi. Mushuning o'xshash men nima demoqchi deganda, mayli qiz bolalarimiz bo'lsin, mayli o'g'il bolalarimiz bo'lsin,
ballarımızı yaxşırak baksak, bu dükkandan renkli içimlik, soğuk içimliklerden, lazımlardan aşında 5 moçalık bir nesli ne kılsak? Ya muşun nesli bir yukumide, ya muşundan nesli satka adamı bir yer bir ketmedi. Şunçilik ballarımızı belki zerlep gitip vardı. Markası yok, nerede yaslanıp kukula boğmaydıkan, nimi sağınlık kukula boğmaydıkan muşundan nesli. Biz mi şunda ballarımızı şunda xarrap boğulu boğmaydı. Hani mektep bağını bitta yerimden yep sattı. Hem de onunla meyli üzümüz bir epemizek şu ballarımızı. İzdep sürüp xaltılap sandıqlap epirtka işlama varken. Şuna muşluğa pek dikkat kılsak kardeş. Börek zevkleştiğin gibi bir günü sakıttan kesen emas. Ben kızcağını şunda tutuşup, şunda davalaşıp hazır yaxşılanıp kaldı. Derdin tartqalı bilirsinler. Kan süzütkan işkip çıktı. Bazılarına ayda 2 qatım, bazılarına haftada 1 qatım, bazılarına hatta 2 günde 1 qatım kan süzsüz. Muşu börek zevkleşkenmen işi. Bu da anlap bakmansınlar. Bunu ömrünüzün ahir süzsüz. Eğer börek küçültkan iqtisadınız bolsa, börek çıksa sizge küçültkan, belki bundan bir mustasna buluşunuz mümkün. Olmay qalsa, ömrünüzün ahirgacha kan süztkan gap. Şuna meyli bay bulla, meyli namrat bulla, haqqan iqtisadınız bulan balığa küynüşümüz ma yürekli bolsa boldu. Bunu qalaymakan anda yaman adette, yaman yemek-içmek adeti manda küynü varmaylı. Onundaki Michel eskertip o'tgan yeni bir gap mush kichik bolalarımizga qon ozliq masalasi. Tamoq yeydiğinde ishtahan yaxshi degan bilan bu bedenimiz tamoq yengilab emas. Bu nurg'un mikro modeli var. 0.manchi milliy bo'lmasimi bo'lmaydigan modeli bor. Masalan bir polo etdik, bunun guruch ketdi, sabzi ketdi, go'sht ketdi, may ketdi, suv ketdi. Eng qisqasi nayt oz satqan tuz bo'lmasimi bu polo olmaydi. Shunga o'xshab bizning bedenimizda necha yuz xil mikro modeli bor. Muşu birleşkenliğin için biz edem dep sanaldık. Şuna bu tamaklıgam hesap emas, bu seykötlet yemesi bolmaydı, mineral madde toxumasak bolmaydı, aptap görmesi bolmaydı. Hemme narsa to'liq bo'lgandan keyin bu edem sağlamlaydı. Bunda tamakni normal yeydi deb seykötlet yemesek, go'sht yemesek karmız bolmay, bu balda tümür kemlikli bo'lgan qon ozliq bo'lib ketib bardi. Balda kalsiy kemlik bo'lib ketib bardi, mikro moddalar tushib ketib bardi. Shu sababdan balalarımızın immuniteti tuvan, soğuqda elayotgan aslish qobiliyati tuvan. Asan Avrupa'dan umut küçük tüven, bu şunda ahvalı gibi çıkıp bardı. Şuna balalarımızdan uzaklığı bir itibar versek, ben hoş olsam kardeşler. Yürek ağrıp gitip gelin. Hemen onun koluna rahmet, kiler kütümde görüşelim.